Agar o'ng qovurg'a ostingizdagi og'rig'i bo'lsa, bu o't pufagi bezovta qilayotganidan darak. Bu jigar emas. Jigar og'rimaydi, chunki unda og'riq retseptorlari yo'q. Agar chap qovurg'a osti og'risa, bu oshqozon osti bezi emas. Pankreatdagi og'riqlar qorinning butun yuqori qismining belbog'i kabi o'rab, orqaga belga ham beradi. Chap tomonga og'riq ko'klarda gaz yig'ilib, dam bo'lgandan bo'ladi. Agar bigastral sohada osti noqulaylik va og'irlik sezsangiz, bu oshqozon muammosi. Agar shu sohada o'tkir og'riq bo'lsa, bu oshqozon yarasi bo'lishi mumkin. Qorinning pastki qismi, yon tomonlama yoki kindikdan pastki qismidagi og'riqlar bu ichaklar bilan bog'liq. Bunday og'riqlar qorindan bo'lganda ichaklardan kengayishi his bilan kuzatilishi mumkin. Men o'zi shifokori Otabek O'lmasman. Aniq tashxis qo'yish uchun albatta mutaxassis bilan ko'rikdan o'tish kerak. Bu videoni saqlab qo'ying va jigarlaringizga ham jo'natib qo'ying.